atigi 75 ming AQSh dollari evaziga tayyor patkulch 3 xonali yevro remontga ega xonadonimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga kirib burchagida kichkinagina kompaktniy vyezga ko'zingiz tushadi. Juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Sportivniy tochkalarimiz, bu yerda kotelniy xonamiz ham kladovka qilib foydalanib kelishyapti. Umumiy maydonimiz 1 sotuv maydonga ega, yashash maydonlarimiz 63 kvadratdan iborat. Xonadonimizda yevro remont qilingan, yangi sho'chkalar qo'yilgan o'rtoqlar. Vысотаlarimiz ham juda ham baland. O'rtada holimiz joylashgan, zona отдыха. Birinchi xonamiz zal, o'zini oynalariga ega. Navbatdagi xonamiz родительский yotoqxona, o'zini sanuzeliga ega. Bu yerda отопительный sistemalar qilingan. Navbatdagi xonamiz bolajonlar yotoqxonasi, balkonga o'zini vyhodi mavjud o'rtoqlar. Chiqib ko'rishimizda umumiy sanuzelga ko'zingiz tushadi, jacuzzi formatida qilingan. Va bu yoqda bo'lsa, ayollarimiz eng sevgan xonalardan biri oshxonamiz, juda ham kompaktniy, shiringina qilingan o'rtoqlar. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, 75 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishadigan joy bor, kvartira xarid qilgandan ko'ra bu obyektimiz ancha manfaatli.